Assalomu alaykum tomorqachilik kanali a'zolari, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, barcha obunachilarimiz, uzumga qiziqadigan, bog'larga qiziqadigan do'stlar. Mana bugun Oltiariq rayonida Lochinbekni bog'iga keldik, mehmon bo'lib. Shu ukamiz bilan uzum haqida gaplashamiz. Bizni kuzatib boringlar, like bosinglar. Juda ko'p obunachilarimiz so'raydi. Mana shu uzumlar haqida ma'lumot ko'proq bering. Shularni o'rganaylik biz. Hayotda o'sha ozgina yerim bor. Har xil uzum yetishtirgim kelyapti. O'shanga bizga o'rgating degan juda ko'p savollar bo'ladi. Bilasizlar, tomorqachilik kanali barcha qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish borasida juda ko'p ishlarni olib boradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Lochinbek, salomatmisiz? Qayersiz? Xudoga shukr. Sog'ingiz yaxshimi? Zo'r. Charchamayapsizmi? Yo'q, Xudoga shukr, ishlayapmiz. Uzumlarni kesib ajoyib chiroyli qilib qo'yibsiz, ha? Ha, endi bu yilga tayyorgarlik, Xudo xolasa. Juda yaxshi. Hop. Hozir men kadr orqasida sizlar bilan Lochinbek bilan suhbat olib boraman. Bizni kuzatib boringlar. Videolarimiz juda ham qiziq, manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa sizlar kuzatib boringlar. Hozir mana Lochinbek bilan ayrim mana shu agrotexnik tadbirlarda uzum agrotexnikasi haqida savol-javoblar qilamiz. Bizni kuzatib boringlar, o'rganinglar. Albatta sizlarga manfaatli video bo'ladi, yaxshi video bo'ladi degan umiddaman. Lochinbek, hormang endi bu mana shu uzumlar, mana shu men taxmin qilib turibman, mana shu uzum 4-6 yoshli uzumga o'xshayapti. Siz nima deysiz? Qanday shu haqida gapiring? Bu uzumlarimiz Xudo xolasa 5-yilga to'lib 6-yilga o'tib turgan uzumlarimiz bu. 5-yil hosilligini olib 6-yilga o'tib turgan uzumlarimiz bu. Xudo xolasa bu yil 6-yilga o'tdi, Xudo xolasa inshaalloh. Demak 3 yil 4 yildan beri mevasini olyapsiz. 3 yil. Bu yil 3-yil olmadik, biz uzib tashladik. Maqsad necha sal uzumni o'zini holatini kuchaytirib olish, maqsad baquvvat qilib olish. O'sha 3-yilda olmagan hosildorligimizni o'sha 4-yilda olishga niyat qilgandik, oldik, Alloh. Juda zo'r. Eng zo'r agrotexnik mana shu tadbir. Nimagaki yosh o'zingiz o'ylab ko'ring, yosh bolaga og'ir bir bitta qopdagi yukni qo'yinchi qani suyak ezilib qoladi. Ezilib qoladi. Shuning uchun sal uzumlarni boqib, o'zini holatiga keltirib olib, keyin bir o'sha 3-yilda qo'ymagan mevamizni hisobiga 4-yilda biz o'sha mevani olib olishni rejalashtirgandik. Allohga shukr. Ana. Rejalashtirganlarimiz. Mana shu tanalari, mana shu qora zanglarning rivojlanishi uchun yaxshi baquvvat bo'lishi uchun demak siz 1 yil 2 yil mevasidan voz kechgansiz. To'g'rimi? Juda ham yaxshi. Bog'da qanday navli uzumlar bor mana shu navli? Bizning bog'imizda endi hozir Husayni, Damiski, Mers sortli uzumlarimiz bor. Mers sortli uzumlarimiz. Demak, Mers, Husayni, Damiski. Damiskini oqimi qorasimi? Damiskini o'sha oqi kelinchak barmoq deydi, oqlar. Uzunchoq bo'ladi, o'sha Damiski. Mersimiz bor, Husaynimiz bor. Endi Xudo xolasa kelajakda rejalashtirib turibmiz. Yangi sortli uzumlar bilan ishlashga Xudo xolasa. Yangi Yevropadan kelgan, Amerikadan kelgan sortlardan Xudo xolasa ulab netib o'sha rejalashtirib turibmiz. Xudo xolasa avatarlardan niyatlarimiz bor inshaalloh, Xudo xolasa. Hop, juda zo'r. Lochinbek, hop, demak siz uzumlarni mana shunday hozir shakllantiribsiz. Hozir men e'tibor berib turibman. Valish deydi. Bizda Farg'ona vodiysida valish deydi, Toshkentda ishqom deydi, boshqa joylarda uzum tok deydi. Xullas har xil joyda har xil atamalar bilan aytiladi. Mana shu hozir Lochinbekni bog'ida to'liq bironta joyda ochiq joy qolmagan, to'liq valishni egallagan degan desak ham bo'laveradi, to'g'rimi? Mevaga yot, Xudo xolasa. Endi mana shu hozir men uzumlarga e'tibor beryapman. Bitta joydan ikkita tana chiqib turibdi-da. Siz buni qanday yaxshi tomonlari va yomon tomonlarini gapira olasiz? Yaxshi tomonlari shundaki, hosildorligingiz tupingiz ko'p bo'lgandan keyin kaltak qo'yish sizda imkoniyat ko'proq bo'ladi. Shuni hisobiga hosildorlikdan yutib olasiz. Bir yil masalan 6-yilda olaman degan hosilingizni 5-yilda olib olasiz. Keyin 5-yilda olganimizdan keyin 6-yilga o'tgandan keyin mana bu kaltakdan ketib turgan zangli kanalni bu yoqqa to'g'rilaymizda, betlarda kaltak pishirib turib, sekin-sekin qisqartirib turib, kelajakda Xudo xolasa yana bir tutidan kechamiz. Maqsad sonidan ko'proq daromad olish, keyinchalikka yakka tup qilib olish, Xudo xolasa. Rejamiz shunaqa.
Hop, mana shu men o'zim uzumchiman. Haqiqatan ham Michurinda nevarasiman deb yuraman-da. Nimagaki uzumni yoshlikdan yaxshi ko'raman. O'zim Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidanman. Meniki 4,5 metr baland valish, yaqinda shu ertaga xudo xolosa hamma zagotovkalar qilib qo'yganman. Ertadan valishni qilmoqchiman. Takana valish, xuddi sizga o'xshagan valish qilmoqchiman. Shu mana shuni razmerlari haqida gapirib bering, balandligi, eni, balandligini haqida. Balandligini endi odam hali o'zini imkoniyatiga qarab kelib chiqqan holda, masalan, men qilganmanki, aka, shu yerdan tokkacha, simimizgacha bo'lgan razmerimizdagi holat, yerdan o'sha simgacha bo'lgan holat 210. 210. Mana shu turgan joyingizda oyog'ingizda mana shu yerdan 210 simgacha. Simgacha, mana shu simgacha bo'lgan balandlik 210 sm. Xo'p. Endi bu bosh osilgandan keyin o'sha 205 joy qolishini hisobini qilganmiz. Dorilashga ham udobniyroq bizga shu qo'l kelgan. Keyin har tomonlama shabada ishga ham shu qo'l kelgan biz uchun. Undan baland sal qiynaladi. Undan baland endi baribir bog' bo'lgandan keyin ishchi kuchi bo'ladi, aka. Xom qildirishda boshqada haligi zahar sepishda boshda yadi, aqa bo'ladi, baqa bo'ladi. Shu udobstvasi ortiqroq bo'lish uchun shu razmerni biz tanlagan. Juda yaxshi, juda yaxshi. Men hozir nihoyatda menga eng kerakli ma'lumotni berdingiz. Hop, men nima beton stoyka olib keldim-da. Beton stoyka 2,5 metr ekan. 2,5 metr. Qancha bo'ladi endi? Qancha kun borishim kerak bo'ladi? 2,5 metr bo'ladigan bo'lsa 40 sm gideti kun bo'lsa, shu 30 sm kun bo'lsa, 30-40 sm. Endi imkon qadar 10 sm dan jicha kamroq ko'mgan ma'qul. Sababki, kelajakda uzumni ustiga yuk tushgandan keyin u 5-4 sm cho'kadi, baribir yuk tushgandan keyin sim tortiladi, o'zini holatiga toktimosla oladi. Juda yaxshi. 2 ga kelib beradi. Juda yaxshi, juda yaxshi. Xudo xolasa. Toshkent viloyati, boshqa respublikalar Qirg'izistondan telefon qilishadi, Tojikistondan telefon qilishadi, Xorazm, Samarqanddan obunachilarimiz telefon qiladi, uzumlar haqida so'rashadi-da ko'pchilik. Xo'p, mana shunaqa valish qilish juda yaxshi natija beradi, haqiqatan ham, lekin masalan, kichkinagina xonadon bo'lsa, men o'zim o'ylayman, Lochinbek, bir erta bahordan maydan boshlab to kech kuzgacha uzum uzilmaydi-da, o'zbekda uyda. Bu 4-5 ta har xil uzum qo'ysa, ertangi kech qilib qo'ysa-da, dasturxonga har doim uzib, dasturxonda choy ichib yeydi, to'g'rimi? Mayli u daromad qilmasin, lekin doim dasturxonda uzum bo'lsin. Men shuni nima qilaman-da, taklif qilaman. Sababi bir tupi 50 bosh qilsa, 4 oy 5 oyga yetar ekan, har kuni bir boshdan yesa 200 bosh uzum bo'ladi agar 4 tup bo'lsa. To'g'rimi? Mana shunday bu endi uzum bog'larimiz daromad keltiradigan katta maydonlarga ekilgan. Mana shu kichik maydonlarda uzumlarni yetishtirish uchun ham shunday harakatlarni qilish kerak. Endi Lochinbek yana savol beraman endi. Savollar bilan yog'dirib yuboraman, xudo xolasa. Uzumni kesib qo'yasiz, to'g'rimi? Xo'p. Meni mo'ljalimda kaltak ko'proq o'xshayapti. Yo'q, hozir bu yerda kaltak ko'pligi aniq. Sababki hozir biz prosta kesishga tayyorgarlik jarayonini qilib qo'ydik. Hali o'zi kesishga jicha bor. Asli kessa ham bo'laveradi. Endi mana sovuqlardan nimalardan o'tib olsak, xudo xolasa, keyin kaltaklarni kerakli joyiga qo'yib, oying ortiqcha kaltaklarni hammasini kesib, abrezga qilib, shakl holatiga tushirib olamiz. Asli bu hozir kesilgan holat emas. Biz o'sha kesish jarayonimizda yanada yengilroq bo'lsin, mana bundan chiqqan bak pastga tushib vaqtida chirindi bo'lsin. Biz tobini tayini haydov qilib, nima qilganimizcha tepada turmasmi, pastga tushib chirindi bo'lsa, o'ziga yanada foydaliroq degan maqsadda rejalashtirganmiz. O'shaning uchun ham qattiq chuqur kesilmagan. Chuqur kesilmagan. O'sha bori kaltakni qo'yib qo'yilgan. Endi xudo xolasa holatga qarab turib, tok holatiga bizga qancha meva kerak o'zimizning rejamizda bo'lsa, o'sha kaltakni o'shga baylab inshaalloh o'sha mevani olib olishni. Mana shu zo'r ma'lumot bo'ldi. Men mana shunaqa ma'lumotlarga juda elementar ma'lumotlar o'sha obunachilar ham so'raydi, o'zim ham doim qiziqib shuni so'rab yuraman. Hop, uzumni uzun kessa qanday bo'ladi, kaltaroq kessa qanday bo'ladi? Ayrimlar kalta kesadi-da. Uzumni uzun kesadi bir xili. Endi bu narsa joyingizga bog'liq bo'ladi. Misol uchun, joy kichkina bo'lgandan keyin kaltaroq kesgan ma'qul. Joyingiz uzun bo'lsa, uzunroq kesib turib, ikkitaning o'rniga bitta kaltak qo'ygan ma'qulroq bo'ladi. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p, yana bitta savol beraman. Mana shu uzumni
Bunda e'tibor bersangiz, mana qora zang mana shu yerdan shoxlagan. Asosiy tana asosiy mana shu kelganda, shu yerdan boshlab shoxlab ketgan, to'g'rimi? Xo'p. Mana bu sariq novda 1 yillik novda buyi chiqqan, to'g'rimi? Lochimbek. Mana bu qora novda. Qora novda. Bundan ham kurtash chiqadi baribir. Chiqadi. Biologmanda. Hamma joydan kurtash chiqib ketaveradi. Yangi novdalar chiqadi, erta bahor shunaqa chiqib beradi. Bundan ham chiqib beradi. Chiqadi. Qora zangdan chiqqan novda hosilni yaxshi beradimi yo mana sariq zangdan chiqqan novda hosil? Albatta, sariq zangdan chiqqan novda hosilni yaxshiroq beradi. Qora zangdan chiqqanga nisbatan. Sababki bunda kanal o'sha suv arig'i kengroq bo'ladi, o'sha pindik pishish xususiyatlari bunga qaraganda bunda kuchliroq bo'ladi. Shuni hisobiga bundan chiqib turgan meva ham o'sha chiroyli eksportbop meva bo'ladi. Demak, imkon qadar sariq novdalardan foydalangan ma'qulroq. Juda ham yaxshi. Lochimbek, endi buni agrotexnikasi, ya'ni oziqlanishiga o'tsak. Uzumlarni qachon, qaysi paytda, qanday qilib oziqlantirasiz? Hozir nima ishlarni mo'ljallayapsiz, nimalarni amalga oshirdingiz, qani? Endi xudo xolasa chilla suviga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Chilla suvi. O'sha eskilardan qolgan gap bor, chilla suvi, tilla suvi degan gap bor. Chilla suviga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hozirgi jarayonda mana shu oylarda biz pasport dorisidan foydalanamiz. Fosfor. Fosfor dorisidan foydalanamiz. Buni solamiz, haydaymizda suv bostiramiz. Suv bostiramiz. Ariqlardan suvni haydaysiz. Hozir buni haydaganimizda mana hashaylari turpoqqa aralashib ketadi. Pasport ham aralashadi. Biz suv berganimizdan keyin, suvni ichgandan keyin bu havo erta bahor kun iligan sari bu hashaylarimiz chirib, yerga aralashib, chirindi bo'lish bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Oziqa bo'ladi. Oziqa bo'ladi o'ziga. Xo'p, fosfor o'zini solasizmi, kaliy yoki mahalliy yo'q? Hozirgi paytga o'sha fosforni o'zi yetarli bo'ladi. Erta bahor pindik ko'tarish jarayonidan gidaydi bir 10 kun yoki 20 kunlar. Endi imkoniyatiga qarab, hammada har xil. Misol uchun bizda o'sha pindik ko'tarishdan 10 kun oldin o'sha amafos, kaliy shuni aralashtirib, yana kerakli o'zini dorilari bor, bularni aralashtirib, ko'mib, keyin pindik suvini beramiz. Pindik suviga tayyorgarlik. Shu pindik suvini beramiz, shu bilan holatiga qarab, endi o'zi aytadi, uzumni holati suv kerak yoki kerak emas, o'zi holati. O'sha holatiga qarab turib, kerakli paytda suv beramiz, nozaril paytda suv bermaymiz. Suv bermaysiz, ko'p bermaysiz. Bermaymiz. Nima? Mana shu hozir yana bir savol beryapman-da. Mana shu bor-ku mana. Xo'p, ko'rinib turgan tutga yaqin bir xil odam, shuga yaqin 1,5 metr atrofiga o'sha amafosmi, kaliymi yoki mahalliy gondimi ko'madi-da. Ko'madi. Qo'yadi. Kuni kecha bitta ma'lumotni aytdim. Mana shunday, mana shu ikkita qator uzumni o'rtasiga shunday chochgan, fosforni chochib turib, traktorda yumshatyapti-da. Aralashib ketyapti. Keyin savol beryapti-da. Mana bu yerda ildiz yo'q-ku, sen nega bu yerga dori solyapsan o'rtasiga degan savol beryapti-da. Keyin u ildizni haqiqatan ham ko'rsatib qo'ydi. Nima deysiz mana shu ma'lumotlarga? Endi o'sha meni fikrimcha, endi o'zimning fikrimda, hayotiy tajriba fikrimga kelishgan holda savolingizga men imkon qadar javob berishga harakat qilaman. O'sha dorini uzoq emas. Endi solgan yaxshi, yer baquvvat bo'lsa, uzum baquvvat bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan, o'sha dorini imkon qadar uzumga yaqinroq solgan ma'qul. Sababki siz hayda o'qigangizda buni tagidan chiqib turgan tomirlarni siz ma'lum miqdorda uzasiz. Bu tomir bitta uzilgandan keyin bu o'ziga yarasha yangilanadi. Yangilanib turgan tomirdan tortilish xususiyati tepaga o'sha solgan doringiz tezroq singdirish xususiyati tezroq bo'ladi. Ayni. Voy yashang. Zo'r. Siz dorini o'rtaga solganingizdan keyin bu uzumni tomirini siz haydagangizda boshqa qilganingizda uziladi. Bu tomir to kelib oziqlanguncha siz vaqtdan yutkazib qo'yasiz. Juda yaxshi. Demak, qora o'zi uzumni ildizi qora bo'ladi, ildiz sistemasi qoramtir bo'ladi. Popga o'xshagan ko'p uzum bo'ladi. Demak, imkon qadar yaqinroq solib, imkon qadar endi yaqinroq solib, endi rosa yaqin solvorsa ham kuchlilik qilib ketish mumkin. Shu 1 metr qochirib solinsa, shu yerdan olishi. Demak, mana hozir siz bemalol ariqni ichiga solib turib, olaveradi. Shunday
shu o'sha traktordan texnikada yoki bo'lmasa shundoq suv haydab yuborsang ham bo'lar ekanda. Bo'laveradi. Endi bitta tomoni borki, endi bunga bu uzumga masalan 8 ta kaltami, 7 ta kaltami endi holatiga qarab, avval tanaga qarab qo'yiladi kaltak. Ortiqcha qo'yib yuborsangiz charchatib qo'yasiz. Kam qo'yib yuborsangiz g'ovlatib qo'yasiz. G'ovlatib qo'yganingizdan keyin siz bu orada 1 yilga yutkazasiz, sababki g'ovlab ketib turgan kaltakdan tashlayib turgan vosh kaltaroq bo'ladi. Shunaqami? Endi keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, dorini ham masalan kimdirlar bor, hali biz eshitganmiz, 10 kilo solish kerak. Qancha solganingiz bilan bu uzum o'ziga kerakligini topadi. Kerakini oladi. Ortiqchasini olmaydi. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa endi. To'ppa-to'g'ri. Hamma dehqon har xil. Demak bu yerda hozir 4 xil uzum bor dedingiz. 3 xil. Husayni, Damskiy, Mers. Mers. 3 xil ekan. Mers. 3 xil uzum bor. Endi bu payvand qilinganmi? Payvand qilinganmi yo qalamchadan tagidan buni qalamchadan ekib, o'sha yoshligidan, kichkinaligidan ekib, xuddi bola singari buni ham tarbiyalab, ehtiyotlab olib chiqilgan tepaga tortgan. Qalamchadan ekib chiqarganmiz biz. Endi buni o'sha siz aytmoqchi payvand qilib ulasa ham bo'ladi, o'sha yelkadan ulasa ham bo'ladi. Masalan uchun mana shu uzumimiz biz aytaylik biz Husayni bo'ladigan bo'lsa, bizga shu Mers kerak bo'ladigan bo'lsa, shetdan ulab turib, kelajakda Mersga aylantirib ketsak bo'ladi shuni. Oq tanaga, oqni, qora tanaga qorani ulash kerak degan nimalar ham bor, ma'lumot. Nima deysiz shunga? Endi bu asli kaltakni rangiga meni fikrimcha endi kim qanaqa dehqonlar ko'p, men ham hali endi bu narsa yo'lga endi kirib kelyapti turgan yosh o'smir yigitman. Dehqon. Meni fikrimcha buni aloqasi yo'q. Yo'q, asli sababki o'sha sog'lom kaltak, o'sha bashmaldoqdan ingichka kaltaklarga ulansa, menimcha effektliroq bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Men o'zim biologman. Nimagaki oq uzumga qora ulaganman-da. Oq uzum tepasi, oq uzum, payvandak tepasi, payvandosi, qora uzum bo'lib ketavergan. Rangiga ham ta'sir qilmagan. Demak, hech qanday tanadagi vegetativ organda, u vegetativ organga hech qanday ta'sir qilmaydi. Xo'p, endi mana shu haqida ham bir ma'lumot berib keting. Mana shu po'stloq po'kaklari haqida. Bu olmagansiz, to'g'rimi? Ha, olmaganman. Foydali va zararli tomonlarini aytib o'tsangiz. Foydali tomonlari sovuqqa sal chidamliroq bo'ladi. Meni fikrimcha, endi hamma dehqonlarda har xil. Men endi o'zimni bilganimcha hayotiy tajribamdan kelib chiqib turib, endi savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Imkon qadar sovuq olmaslikka harakat qiladi, foydali tomoni. Ziyonli tomoni shundaki, mabodo qora shira, ko'k shira uzumni tanasida bo'ladigan bo'lsa, buni ichida u shira yashab chiqadi. Qishlaydi bu. Buni ichiga kirib olib qishlaydi, to'g'rimi? Siz dori sepganingiz bilan tananing ichida tuxumi qolgan bo'lsa, bu tuxumi erta bahorda ochib, yana yangitdan rivojlanib ketaveradi. Demak, erta bahor uyg'onadi. Ishlayotganingizcha o'z vaqtida sepolmasangiz, zarar keltiradi. Shu tomondan nimasi bor? Hop, juda yaxshi. Hop. Qancha maydon bu? Juda katta maydonga o'xshayapti. Bitta, xo'p, 27 sotik maydonimizda uzum bor. Salkam 30 sotik. Salkam 30 sotik, 27 sotik maydonimizda uzumimiz bor. Eng shu hadovoy deydi. Uzumda shu 3 xil uzumimizni eng xaridorgida qaysi biri? Endi xaridorgisi hozirgi paytda bu yilga shu Mers uzumi. Mers yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. 15 ming, shu boshidan 15 ming boshlanib, oxiri 25 shunlarga bordi. Xo'p, aziz tomorqachilik kanali a'zolari, uzumni ekkan har doim foyda bo'ladi. Biz Oltiariq atrofidagi Bog'dod, Rishton, bu rayonlarda hozirgi narxi mana noyabrda oxiriga dekabr kirib kelyapti. 15 ming, 20 ming endi ichki bozorimizda bu. Bu eksport qiladigan, xolodilnikka urib, maxsus olingan uzumlarning narxi balandroq. Lekin xo'rak o'zimizda jaydar uzumlar hozir 15 ming, 20 ming atrofida bo'lyapti. Uzumda koni foyda. Hop, sotigidan, gektaridan qancha hosil olinadi edi? Sotigidan, gektaridan shu 1 gektaridan tobiga kelganda endi haligi kimdir aytadi, uncha tonna, men shu bilganim shu 25-30 tonnagacha meva olsa bo'ladi. 30 tonnagacha. 30 tonnagacha. 1 gektar. 1 gektar. Qaysi uzumda? Shu Damskiyimizda tonnasi jicha kamroq bo'ladi. Shu Mers bilan Husayni shunaqa tonna beradi.
og'ir bo'ladi-da ular. Og'ir bo'ladi. Og'ir beradi. Men o'zim Damiskini juda ham yaxshi ko'raman. Damiski zo'r uzum-da. Zo'r uzum. Zo'r uzum. Lochim men nima deysiz? Damiski masalan dasturxonga men shunday uzaman-da, uzib bundoq tomosha qilganda mazza qilaman. Keyin asli o'zimga ham dasturxonga qo'ysangiz ham bu dasturxonni ko'zning nimasini ochadi. Chiroyli inshaalloh. Uzun, o'qlar chiroyli. Endi o'zi asli men o'zimda ham eng yaxshi ko'rgan uzumim shu Damiski. Damiskini o'zim ko'proq suyaman. Ham xaridor iste'mol qilishim uchun juda ham yaxshi. Yaxshi xaridor. Men bozor Toshkentga olib sotib turaman-da o'zim. Mashinamga shuni bosaman-da. O'zimni qo'limdagi uzumni olib borib do'konlarga tarqataman, ko'rsatsam bo'ldi-da, do'konchi aytadi, "Davay, menga 5 yoshi, menga 4 yoshi darrov olib qo'yadi, talash." Shunaqangi. Shuning uchun endi meslarchi, Lochimbek turisini aytsang, meslarni agrotexnikasi qiyinroq. Kasal tushadi. Kasal. Eng ko'proq merslarda masalan ba'zi bir shirani turkumlarini aniqlash qiyinroq bo'ladi. Sababki mers uzumi juda kasallikni yashiradigan uzum bo'ladi. Voy, ana. Bu oq uzumlarimizda bilinishi osonroq bo'ladi. Mersda o'zingiz o'sha ustingizda ishlamasangiz, orada qandaydirki bir doridan kechiksangiz yoki doringiz ishlamay qolsa, orada kasallik tushirib qo'yishingiz merslarda ustida changga o'xshagan narsasi bor-da. O'sha demak sizni chalg'itar ekan, aldaydi ekanda. Aldaydi. O'shani har kuni uning uchun, masol uchun men o'zimni bog'imda kerak bo'lsa har kuni kirib bog'ni tekshiraman. Har kuni kirib, zo'r agrotexnikada bu. Ertalab kirib bog'ni obязательно tekshiraman. Sababki daromad olish kerak. Maqsadimiz bor. Provad natijada daromad yotibdi-da. O'sha 1 yillik umr, birinchi o'rinda arqancha daromad, mehnat zoya ketadi. Endi yoki arzon sotasizda? Arzon sotasiz. Chiroyli uzum qilib, chiroyli narxga sotib, dasturxonlarimiz, elimizni, xalqimiz dasturxonlarini to'ldirishga harakat qilyapmiz. Inshaalloh. Sizlardaqa dehqonlar bor bo'lsin. Lochimbek, hali yoshsiz. Ilohim. Yoshsiz, hali kelajakda Xudo xolasa rejalarimiz bor. Katta niyatlarimiz bor inshaalloh. Bitta niyatlarimizga erishish maqsadlarimiz bor. Xudo xolasa yangicha yo'nalishda bog'lar qilish niyatlarimiz bor. Alloh o'zi berardan qismasin. Umidingizga, orzu-havaslaringizga Alloh yetkazsin. Bu borada hech qachon chekinmang. Yangidan yangi o'sha texnologiyalarda, so'tlarda ustida ishlang. Hayvon ishlarini olib boring. Ko'paytiring, ko'chachilik bilan shug'ullaning. Inshaalloh, rejalarimiz bor. Yo'lda kelayotib yana bitta narsani ko'rib qoldim-da. Endi men uzum mana shu takana valish qilsam, tagidan foydalanarmiman degan savol tug'ildi-da. Shunda hozir yo'lda kelayotibsam, poyezd yo'li bilan orasida nima bor ekan, mana bunaqa uzum bog' bor ekan. Shunaqa bir 20 santimetrlik shpanat ko'p bo'lib yotibdi, tepada uzum kesmagan-da. Demak, o'shani qaysidir bir sentyabr oxiri, oktyabrda boshlarida ekkandir-da. Hozir sotuvga tayyor-da. Tayyor. Uzumini ham sotgan. Tagidan ham foydalanadi. Bir kun Lochimbek bitta mahallada bittasiga to'yga borib qoldim-da. Mana shunaqa varishib qo'yibdi-da, qaranglar. Aziz kuzatuvchilar, mana xuddi mana shunaqa varish qilgan tomorqasini to'y bo'lyapti. Stol tuzab qo'yibdi to'yliga. Yondan ariqdan suv oqib turibdi. Uzum shunaqa qilib yotibdi, endi bir 20 santimetr, 30 santimetrlik voshlar har xil chizilganda. Eng qiziqarli tomoni tagiga qovoq ekib qo'yibdi. Osh qovoq ekib qo'yibdi-da. Yozda bo'lmasa. Qovoq ekan, qovoqni har bitta bariga yarim kvadrat keladi. Katta bo'lgan. Qop-qora bo'lgan. Men haliga qarab turib hayron qoldim. Shu soyasida ham shu narsa bo'lar ekan dedim. Men mevasini balkim kam bo'lar, lekin go'zallikka kelib, ozim ochilib qoldi-da. Demak, pastidan foydalansa bo'lar ekan. Bo'ladi. Lochimbek, mana shu yosh dehqonlarga, qilmoqchi bo'lganlarga qanday tavsiyalaringiz, qanaqa o'gitlaringiz bor? Tavsiyalarim yosh dehqonlarga, o'zimga o'xshagan birodarlarga, ukalarimga, akalarimga maslahatim bor. Shundayki, odam o'ziga maqsad qo'yish kerak. Ya'ni maqsadi sari olg'a intilib borish kerak. Halol bo'lsa,
avvalo aytadi-ku, halollikda baraka deydi. Halol bo'lsa, albatta Alloh yigitni omadini beradi. Beradi. O'sha maqsad bo'lsa, misol uchun men bu yil mana uni ish qilaman, bu yildan keyinga mana bunday rejalashtiraman, mana uncha hosildorlik olaman deb inson o'zini ustida ishlasa, o'sha hayoti mobaynida o'ziga praktika bo'lib boradi, xatolarini o'zi to'g'rilab keyingi yilga bitta xatosini to'g'rilab ketishga harakat qiladi. Maslahatim maqsad qo'yish kerak, niyatga yetish kerak. Nafaqat uzum hamma masalada ham har xil yo'nalishda biznesmi, hamma masalada ham halol bo'lib, Allohdan so'rab, astoydil harakat qilinsa, albatta omad beradi Alloh. Albatta. Bunga aniq ishonishlik kerak. Yashang. Nima Lochinbek, siz bilan suhbatlashib maza qildim. Mana shuni kuzatib turgan, shu videolarimizni kuzatib turgan do'stlarimiz ham maza qildi shekilli. Ilohim. Xudo xolasa, mana shu Lochinbek mehnatlarigacha bitta like bosib, zo'rlab qo'llab-quvvatlab olinglar. Uzum qilmoqchi bo'lgan, uzum yeyman, bozordan sotib olib yeyman degan do'stlarimiz ham like bosib qo'ysin. Mana shu ukalarimiz yetishtirgan uzumni balkim sizlar yeyib turgandirsizlar. Sog' bo'linglar. Xo'p, umrlaring uzoq bo'lsin Lochinbek. Bolalarga bosh bo'ling. Oilalimisiz? Oilaliman. Malades. Zo'r. Farzandlarimiz bor, Allohga shukr. Onamiz o'tgan, otamiz hayot. 3 ta o'g'il farzandim bor. Oxirgi farzandman. 5 ta opam bor. Ular endi chiqib uyli joyli bo'lgan. Allohga shukr. Shu yoshligimizdan 5 yil, 6 yil oldin shu o'zimga qiziqishni boshlaganimga 10 yil bo'ldi. 10 yil bo'lib, shu kerak bo'lsa, shu uzumga ichiga kirib, qanday qilish kerak, 1 yil unday kesdik, 1 yil bunday kesdik, sekin-sekin o'sha o'zimizni ustimizda ishlab, o'zimizni xatolarimizni yildan yilga to'g'rilab ketishlikka harakat qilyapmiz, inshaalloh. Maqsadlarimiz bor, kelajakda yangi bog'lar barpo qilish, katta daromadli ishchi o'rinlarni yaratish, xudo xolasa. Xudo xolasa maqsadimiz sari, xudo xolasa olg'a intilib boramiz. Xaladeniylarga saqlab, chet ellarga eksport qilish maqsadlarimiz bor inshaalloh, xudo xolasa. Mana maqsadingga qarab deydi-ku, niyatingga qarab deydi. Niyat xolis qilib, maqsadni qo'yib, baralla oldiga qarab qadam tashlansa, albatta u kunlarga yetkazadi Allohim. Lochinbek, vashi maza qildim. Siz suhbatlaringiz, sizni kelajagingizni men hozir ko'rib turibman-da. Inshaalloh. Ilohi mana shu yaxshi zo'r kunlarga yetkazsin. Ilohim. Men 3 ta o'g'lim bor deyapsiz. Uchala o'g'illaringiz yoningizga kirsin, o'qimishli bo'lsin, zo'r dehqon bo'lsin, kelajagi porloq bo'lsin. Sog'lik, salomatlik tilayman. Umringiz uzoq bo'lsin, uka. Mana shunday dehqonlarimizga like bosib, bizni videolarimizni kuzatib, bundan-da zo'r videolarni bizga kutib turinglar. Xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xayr.